Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli qarindoshlar, men qarindishimlar Nabijan A'la. Bugün bir bilan bir şekilde ciddi şekilde bir program işlashga mecbur bo'lib qoldim. Chunki to'rlardagi ba'zi bir gap so'zlar biraz mening diqqatimni chekdi. Bu ishlar biraz to'g'ri emas qarindoshlar. Biz munozir qiladigan gap so'zimiz bor. Munozir qilmaydigan gap so'zimiz bor. Oshkora qiladigan gap so'zimiz bor. Oshkora demay, uni mundaq bir o'zimiz yuztarani ko'rishib, avvallashib deydigan nimalarimiz bor. Ama hozir xalqimiz nihoyatda bir ig'ir vaziyatda, Sharq Turkistondagi xalqimiz hammamiz bilgandek zulm ichida, ig'ir azob ichida, ig'ir yo'qolish ichida, irqiy qirg'inchilik tufayli kuniga necha yuz qarindishimizning shehid bo'layotganligida xabari hammamizni anlab turyapmiz. Bu vaziyatda biz bütün ovozimizni dunyoga anglatish uchun Yevropani asos qilgan, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyining boshchiligidagi Yevropadagi bütün tashkilotlar hamkorlashib mushu Yevropada Brüksel'de, yani Avrupa İttifakı'nın aldığındaki komisyon binasının aldığı bütün avazımızı dünyaya anlattık kardeşler. Bu anlatış bir vasıta hem de bütün dünyaya bölüdü şunda olsun mu? Texmi yaxşı bilsin, texmi yaxşı düşensin. Bir 5.000 adam bir yer yığılıptı. Bunun nimi demekçi? Bunun məqsədi, müddəsi nimi? Bunun gibi nimi o? Onu bir anlayalım. Degan şekilde bir o'rlashtirishlar bo'lsin degan holatda bu namoyish yaxshi o'rlashtirildi, yaxshi tartiblik, nihoyatda radlik, nihoyatda bexatar holatda namoyishni qilib tugatdik Allohning rahmati bilan. Ama undan keyingi to'plarda, to'rlarda ba'zi bir narsa biraz xalqimizni yana taze yaxshi ta'sir bermaydi qarindoshlar. Chunki Xitoy bizga nima deganda mush ijtimoiy uchur vositalaridan qilib bizga zarba berdi. Ya'ni bir-birimizning tushunishmay va yoki hissiyotimizga tayinib veya ki özümüzün şəxsi adaveti bilen oturğu çıkıp koygan gaplarımız bilen bu işlerde Xitay bunu tutuq qilib öz ara bir-birimizni salıdığan, bir-birimizni kalı soqaştırdığan işlarni qiladi qarindoshlar. Biz bu uyanga kelmesek yaxshi bo'ladi. İzchil deb turayotimiz bular WhatsApp, mushu Facebook veya YouTube'daki bu uçur vositalarida qo'llanayotganimiz Xitoyga zarba berishni asos qilgan. Buningga qanday shaklda buning zulmini anlatadigan, buning zulmiga qarshi xalqimizni safarbar qiladigan. Biz xalqimiz bilan birlikda tugilgan mushulab Xitoy tajovuzlariga qattiq zarba beradigan bir birlik sep hosil qilsak yaxshi bo'ladi. Ama bunu bazılarımız bir şekilde düşüncemizin o'xshash bo'lmasligi veya ki asassız holatda dalilimiz yo'q qo'limizda, isbotimiz yo'q, uni munofiq, buni munofiq deydigan hech qanday qo'limizda dalil isbot yo'q. Bo'labmi? Tashkilot beshidagi qarindoshlarimizga unda tiloqarat qilish mencha to'g'ri emas. Shariatimizda to'g'ri emas, chunki bir munofiqning onunla bir delil ispatımız yok bir adamni qarlab qilib qalsak, agar shu adamda shu narsa bo'lmay qilib qalsa, o da o'zimiz yenib qoladi. İştiklik bilan bir adamni munofiqqa ya buningga chiqarishga bo'lmaydi. Ammo munofiqmi? Uyg'ur jamiyatida yo'q emas, bor. Ammo uni dalil isbot bilan tutsak yaxshi bo'ladi. Men tuvanda sizlarga bir misolni aytib beraman.
Xitoy budaqi Brükseldagi namoyishga qandaq buzg'unchilik qildi va u qandaq Allohning rahmati bilan qarindoshlarimizning hushyorligi bilan qandaq barbod qilindi degan to'g'riliq buni tushuncha beraman. Chunki men buning ichida bo'lganligim uchun, buni men yaqindan kuzatganligim uchun, buningga men mush shaklda bir tushuncha berishni loyiq ko'rdim. Qarindoshlar, bizning dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari. Bizning mayli 5000 kichik namoyish olsun, mayli Amerikadagi Washingtondagi olsun, mayli Kanadadagi, mayli Yaponiyadagi, mayli dunyoning Avstraliyadagi, nedik bo'lgan namoyishga Xitoy bu namoyishni qizmaslik, buni xunuklashtirish, buni ya'ni boshqalarning nazaridan tushirish uchun harakat qildi qarindoshlar. Gapni shugun desa, men mushu namoyish to'g'riliqlam, namoyishdagi nima to'g'riliqlam to'xtalmay qarindoshlar. Qanday barbod qilganlik to'g'riliqlam to'xtalmay. Xitoy tajovuzchilari namoyishni buzish uchun o'zining Xitoylarini avatdi. O'zining Xitoylarini bizning qo'limizga tushgan rasmlari va boshqa uchurlari bo'lib, 10 ga yaqin Xitoyni avatdi. Xitoyni avatdi, juma boshqa odamni avatmadi. U yerda boshqa odamni avatish imkoniyati botdi. Misolga, masalan shu yerliklardan yoki boshqa millatdan yoki u boshqa muxbir siyaqidagi kishilardan avatalaydi. Ularma ham bizning rasmimizlam kerak bo'lgan bo'lsa, biz ham naq maydondan Facebookda mutaqattoq, video ilib mutaqattoq, hamma jarayon taqattoq. U yerdagi insonlarning rasmi, u yerdagi insonlarning salohiyati Xitoyga kerak emas. Chunki u yerga kelgan qarindoshlar butun dunyodagi avangardlar. Butun dunyodagi oldingi safda mushu bedel to'layman, mushu vatanim, xalqim, millatim uchun o'zimning vaqtini, iqtisodini, mushu zehnini, aqlini berimi deb kelgan qarindoshlar. Uning uchun ulardan boshqa shaklda bir nima qilinmaydi. Ammo bu Xitoyni selish orqali, hattoki u Xitoylarning aytgan soat biz shu yerning vaqti 8 da 1 nomerli Xitoy ishga chiqib bo'ldi qarindoshlar. Shu yerda biz tug'an ya'ni undan burun chiqqan bo'lishi mumkin, ammo biz shu yerga kelib, ya'ni taqiq qilib bu shaklda qarindoshlarimiz bilan nima qilganda bizga birinchi qadam bayqalg'ini bir qarindoshimiz tutib, mana men qo'rqancha Xitoy mana shunday qo'rqib turdi deb ko'nish qilgan bir cho'shqidek bir Xitoy bor. O ash Xitoy posmo dopusvamda alvalda spank-shapanki bo'lgan bir Xitoy bor. Shu Xitoy birinchi nomerli Xitoy. O Xitoy kelib u yerdagi ya'ni jiroat o'rindiqda o'tirib turib nimaga oldi? Telefonda naq maydon taqat. Ya'ni ular telefoniga alsak, saqchilik bilan tutilib qolib qolsak, ma Uyg'urlar qolib qolsa dalil isbotdan tutilib qolamiz deb undidor orqali naq maydondan kameralik ko'rinish taqatdi qarindoshlar. Qarshi tabirga birisiga. Shuning bilan endi bu faqatlam Belgiyadagi turishliq Xitoy elchixonasi olsun yoki bo'lmasa Xitoy istixborot bexatarlik idorasidan olsun, Belgiyadagi turishliq 5 mo, ya'ni 5 mo deymiz, men Xitoycha mo deydi. Ya'ni kichik mustaqillikqa o'xshash ishni qilgan Xitoy tajovuzchilari uchun mustaqil Xitoyga qarshi turayotgan insonlarga, mayli Tibet, mayli Uyg'ur bo'lsin, shundaq faoliyatchilarning to'rdagi ishlarini qarshi inkos yozadigan, uni qildigan, buni qildigan, qarshi Xitoyning so'z chechaklarini taqdigan bir insonlarni Xitoylar mo deydi. Biz 5 mo deb tarjima qilib qo'ydik. Hamda Xitoyning kuchuklari desek bo'ldi. Demak, bularni ish qilsaldi. Bular har qaysi nuqtalar, hattoki biz tug'an bog'chaga kirdi. U yerda er ayol ikkisini saqchilab tutib ichib ketgan ko'rinish va ko'rdinglar. Nima uchun bizga bunday yaqin qila oladi? Nima uchun bizga yaqinlasha oldi? Boshqa nimalarni selib bizning uchurlam ovoz yoki surat olgan bo'lsa, unlam alalaydi. Nima uchun Xitoy shakllik birsini 5-10 ni ish qilib bizga bu yaqinimizga kelaladi, yinimizga kelaladi. Bu yerda bizni ularni urush orqali yoki g'azabni birimiz vaqtda o'sha nima qilib yutibdi. Vremani deb birsimiz vangli o'g'an bo'lsa, hammamiz gullar qarab desi qilib aytgan bo'lsak,
Şuna Xitayning o'yiniga vassida tushdik. Demak, Xitoy nima qildi? Mana emasmi, mana bular asli mushundaq bir namoyish qilgan emas. Nerede Xitoy sayohatchiligini ko'z uradigan, Xitoy sayohatchiligi nima qilgan, mushundaq bir terror shaklidagi qiziqqon, qonxo'r bundaq bir nima qilgan millat deb shu shaklda ashadagi bir ko'rinishni tutib turib, bizni-chu qarlashga tirishadi. Anandan keyin-chu bizning ustimizdan-chu Yevropa parlamentiga a'zo qiladi. Demak, bu narsaning hammasi barbod bo'ldi. Allohning rahmati bilan shu maydondagi bexatarlik tartibini olgan shu qarindoshlarimizning hushyorligi bilan ham buni o'rlashtirishda Dunyo qurultoyining bexatarlik guruhidagi qarindoshlarimizning qanday shaklda xizmat ilib berish, mayli tashkilot boshliqlariga kelgan qarindoshlarimizga qayta topilishi, hamma kelgan davlatning o'zining odamlariga o'zi ega chiqishi, her bir kelgan devletinin özünün bayrağını öz çıkırışı hem de Avrupa'da yaşayotgan qarindoshlarimizning yüksek derecede bu şu turuşluq devletinin qonuniga hurmat qilgan shaklda ish faoliyat ilib berish еңінің kuchlikligi bo'lg'achqa bu tarafdagi omillarning nimasi bilan bularning o'yiniga qarindoshlarimiz tushib ketmadi. Shuni bilan qanday qildi deganda, ularni dalil isbotliq belge istihbarat olsun, belge saqchilarga çoğu olanı tapşırıp, hemçe bizden balla qarindoshlarimiz naq maydonda shularni tatib çoğu yollab etdi. Yollab bu hamda biz ularning ustidan az qila oladigan shakliga darajaga keldik qarindoshlar. Chunki bularning salohiyati, bularning kimligini nima qilgandan keyin biz bularni Xitoyning bizning namoyishni buzg'unchilik uchun Xitoyning mana istihbarotning qanday ilmiy kirishlayotganligini boshqa davlatlar biladi. Ammo bizdagi cho'g'dagi bilsimi, har insonga dalil isbot kerak. Dalil isbot bilan qonunda u kuchga ega bo'ladi. Mana bu adami mana tatqan narsa mana degan shaklda ularning ustidan biz az qila oladigan, ularni biz zarba bera oladigan biz aktiv alat o'tdik. Bu Allohning rahmati qarindoshlar. Demak, Xitoy nimani planladi deganda, Xitoy bizni o'zining Xitoylarini selish orqali bizga yaqin orliq kelgizib turib qilish orqali bizni ularga qo'l tekkizishga abamqilik bizni qarlash maqsadiga yetmoqchi bo'ldi. Ammo uni qildiramadi qarindoshlar. Onun uchun biz buningdan keyingi namoyishlar olsun, buningdan keyingi Xitoylarning mayli WhatsApp to'plarida olsun, mayli Facebook bo'lsin, bu uchurlarda biz Xitoylarning qilayotgan hozir masalan Facebooklarda masalan bizning diniy ulamolarga ularga bir til tekkizib ularni haqoratlab qilayotgan narsalarni biz ta'qib qilyapmiz, kuzatyapmiz. Bu kim o? Buni kim taqatyapti? Bu nereden keldi? Bunu taqatgan kim o badi? Bunu bilishimiz kerak. Anandan keyin boshqa Dunyo Uyg'ur qurultayı avtonomiyani talab qilibdi. Aqlay shaqlay xalqning nima qilibdi? Bu inglizchani bu yerda so'zlagizmabdi. Bu degan ishlar o qarindoshlarimizning biroz hissiyotining nimasi deb qarayman. Biz unda hissiyotimiz bilan o'tirga chiqmasligimiz kerak qarindoshlar. Hissiyotimiz bilan bir odamga yoki bir tashkilotga u andaqdi mundaqdi. Avtonomiyani kim talab qilyapti? Dunyo Uyg'ur qurultayining nimasi men uni ko'rmadim qarindoshlar. Budaq namoyishdim To'lqin Aysa oxirgi dedi mustaqilligimiz deb o'zining og'zidan chiqdi. Aşağıda dedi, şunu tergib qildi, shuni xalqimizga shunday bir uchurlarni beryapti qarindoshlar. Bu siyosatda qaranglar qarindoshlar. Biz chuqum mushda bo'ladi demaymiz qarindoshlar. Bunda bo'lib ketadi deganda bo'lmaydi. Bu siyosatni yaxshi tushunishimiz kerak. Biz ishlarni bosqich bilan kelamiz. Bosqich palampay bilan da shaklda kelamiz. Biroqlam bunda bo'lib ketadigan ish yo'q. Hozirgi biz bu qitimliq namoyishning temasini nima deb qildi? Erkinlik. Sharq Turkistonga erkinlik degan tema ustida qildi. Uyg'urlarga erkinlik.
Uyg'urlarga erkinlik degan gap, erkinlik degan hamma umum ommabop. Siyosiy jihatga erkinlik, diniy jihatga erkinlik, mustaqil o'zimiz xo'sh bo'lish jihatga erkinlik, mush jihatga erkinliklarni o'z ichiga oldi qarindoshlar. Shuning uchun bu jihatlarda boshqalar o'ynamasin o siyosatni, bizmi o'ynashni bilaylik. Boshqalarning o'yinchiqiga aylanmaylik, bizmi shu siyosatdan o'zimizga loyiq bir foydani ola oladigan, bizmi siyosatning o'zimizga loyiq shaklda bir foyda manfaatli davorimizga asos sola oladiganlardan bo'laylik qarindoshlar. Biz hissiyotimiz bilan mana nimani beğenmedi, nima uchun Birleşken Milletler Teşkilatı'nın oldida namoyish o'tkazish bo'lmaydi. 50 kishilik odamdan ortiqqa namoyish qilishga ruxsat yo'q qarindoshlar. 50 kishilik odamning Birleşken Milletler Teşkilatı'nın oldida namoyish qilish huquqi yo'q. Ayna qarindoshlarimiz debdi 200 kishilikni aşağı o'rlashtira olsanglar, bizmi berib shu yerda tang nima qilaylik? Shu namoyishga daxil bo'laylik, adam aparaylik. Şahsen yaxshi, ajda Birleşken Milletler Teşkilatı'nın 200-300 kişilik o'rlashtiringlar, keng ko'lamli. Hani bizim parayla Shvetsiyadan. Demak, nima deganda biz muoni qilmabdi emas. Buni nima uchun qildi? Bir tashkilot bo'lish bilan shu yerning qonuniga, shu turishlik yerning intizomiga, shu tashkilot o'rlashtirgandan keyin butun javobgarlik shu tashkilotning zimmasiga shu o'rlashtiruvchi qonun vakilining, raisining ustiga yuklanadi qarindoshlar. Her bir devletning qonun intizomlari o'xshash olmaydi. Masalan, biz Shvetsiyada qilsaqmi, Shvetsiyada men qilsammi ola olayman ruxsatni. Bir 250 koron ketadi, ola olayman. Olaman, olgandan keyin butun yuk menga keladi. Masalan, bizning tashkilotlar olgan bo'lsa, tashkilotga keladi u yerdagi vazifa. Kim iltimos qilgan bo'lsa, shuningga yuklanadi. Agar u yerda bizning inglizchamizni o'qitmagan bo'lsa, bizning gapimizga nima qilgan bo'lsa, o'zimiz qilaylik. O'zimiz olaylik. Çünkü Amerika'da yaşayotgan qarindoshlarimiz Amerikaning qonunini biladi. Amerikaning qandaq iltimos qilib namoyish iltimos qilish tartibini biladi, tilini yaxshi biladi. Shu yerda cho'g'an qarindoshlarimiz shuni qilaylik, shu yerda biz deylik. Ayni o'sha qarindoshlarimiz aşağıdan bir ikki qarindoshimiz konsulxonaning oldida qilib o'zining ovozini yo'lladi, Xitoyga xitob qila oldi. Mana bu bizdagi amaliy harakat. Buni qilaylik. Emili yüzümüz kılalaydıgan işini kılaydık. Ama kıpboğa işte mamini anda dedi, mamına pıhtı andak mamandak dediysek nim buladı qarindoshlar? Bir-birimizni haqoratdan boshqa narsa emas. Xitoy bu o'tirimizga ziddiyatdan foydalanadi. Foydalanib qanday qildi? O deb hozir bo'lishig'i WhatsApp'da taqitdi, Facebook'da taqitdi. Taqitayotgan odamning qanchalik odamning bizning odam ekanligini bilamsizlar? Qanchalik Xitoyning odam ekanligini bilamsizlar? Men 5-6 yıldan şunu his qildim ki, mesela Facebook'ta ijtimoiy uchur vositalarida turib, Xitoy o'zi ma'lum bir narsani boshlab berolmaydi. Balki bizning o'tirimizga ziddiyatdan, bizning o'tirimizga ba'zi bir to'qinishlardan, masalan, ukamga misol olib berdim. Sizlarga misol olib berdim. Ya'ni bizning cho'ng jamoat bilan va Daeshning nimasiga ketgan qarindoshlarimizni Facebookda qanday so'qas soldig'ini deb berdim. Hattoki bir-birini qarazib, bir-birini gunohkor qilg'izish darajasiga olib borib qo'yganini deb berdim qarindoshlar. Mushtaq shaklda u yerlarni nima uchun bu yoqqa kirimiz biz? U qarindoshim hayajon bilan, qo'soq ko'piki bilan va yoki boshqa masalalar bilan debdi. Desam, u qarindoshimizning erkinligi chiqib deb bo'ldi bu gaplarni. Ammo biz normal xalq bo'lib sifatimiz bilan